bitta hammasini. Bu nima ya? Xo'yvazni aytma. O'zbeklarni gapirmasligim uchun o'zbeklarim og'izchasini tiysin, o'zidan kim yasamasin. O'zbeklar bu degani prezident degani emas. Okeymi? Hammasini ayasin bitta sizga olaman o'zbeklarni. Javob, отвечаю. Endi nima ya? Bilaman nima ya? Gapiribdi-da qo'tog'im hammasi. Uning iskala qo'tog'dan quruq qolgan. Kamash demay bulli qil deyona. Yo men bulli qilmayman, ayasini sikishim kerak bu. Men nima 15 sutka ehtiyotgalar xot uning ustiga bu ulay emas-ku. Qay. Uning sikib yubormasin. Onamni omini yeb yubormasin arromlar. Mana yalab o'tirib, yalab, artib turib, yana dalshi yalab. Ochiratda turmaylar unam omini yalashar. Nima deysizlar? Qani buni primat qilasizlar? Jonim. Eshak sikib yurganlar nima deysizlar? Ko'shayfida. Ne o'xsham? Pachi. Kichu. Men garan yo'qshimanmi shuncha? Yaşı rankatichu. Megom hamisha, megom. Kursda emasman sana. Kechirim so'rab chiqsam masalan 15 sutkaya. Qutog'im. Mana kechirim so'rab chiqaman. Har bitta yozganing uchun ham men javob berasan, keyin men kechirim so'rab chiqaman. Meni spidligimni, meni sukkaningni, og'zimga berganingni dokazat qilasan, потом men kechirim so'rab chiqaman o'zbeklar uchun. Bu masalan xuy so'rama. Отвечай. Paver. 15 sutka maza deyapti Muxtor. Ma, puf, seni ham. Piva krepkisidan chopsizmi? Xo'yvazni aytqana. Shunday xuya bilan yashash kerak o'zbeklar o'zi qo'toq. Soska yibanni. Men gapirarkan gapirsam unangizga tirpasan yo'q 15 sutka, 15 sutka dedi qo'tog'im kallasiz so'ka. So'kmasligim uchun sizlar so'kmasligim. Bularni Ishtapam. Bularni lichkasi bilan gapiringda, o'zini aytmang. Qo'tog'im shuni lichkasi yozasiz, olib chorni qilar qo'tog'lar. Paklashga deyin, chalpak deyin, o'zini aytmangda. Bular hozir sizni yo sizni yomon zot qilib kashet kirib ketasiz-ku. Bular akkauntda yozasiz-ki, shuni olib chorni qiladi uningizga. Qo'tog'im mana ugrashas qiladi bitta 15 sutka, 20 sutka. O'tirib chiqib bo'lganman, men pox qo'yman 15 sutkami, 45